Agar ushbu videoni kechasi ko'rayotgan bo'lsangiz, xayrli oqshom. Agar ushbu videoni tongda ko'rayotgan bo'lsangiz, xayrli tong. Ayni damda soat mana 3. Uxlab yotgandim, uyg'onib ketdim. O'ylanib qoldim. Bilasizlar, Surxondaryodan, Qiziriq tumanidanman. Qiziriqni rivojlantirish uchun nima qilsak bo'ladi degan savol bilan uyg'onib ketdim. To'g'risida bizda sharoitlar bor, bizda imkoniyatlar bor, lekin nega imkoniyatlardan foydalanmayapmiz? Faqat bir-birimizni ketimizni chiqarish bilan ovoramiz. Hozir Qiziriqda men bilgan 3 ta joy bor, ishlamay yotibdi. Bittasi park. Parkda ishlatsa bo'ladi, bu bir. Ikkinchisi ichki ishlar milisaxona oldida tikuvchilik sexi bor, ishlamay yotibdi, bu 2. Uchinchisi intizorga yaqin joyda tovuqxona bor, ishlamay yotibdi, bu ham. Agar shu joylar ishlasa, u yerlarda ish jarayonlari ketsa, o'z egalarini qo'liga borsa, ya'ni ishlatadigan odamlarning, tadbirkorlar qo'liga borsa, u yerda bo'sh ish o'rinlari paydo bo'ladi va 100 ga yaqin, balkim 100 dan ortiq odamlar ish bilan ta'minlangan bo'larmidi? Siz nima deb o'ylaysiz? Qiziriq rivojlanishi uchun nima qilsa bo'ladi? To'g'ri, har xil voqealarni olib chiqaman, lekin hozir mana 3 bo'lgani uchun kechasi soat 3 da uyg'onib o'ylab o'tiribman-da. Nima qilsak Qiziriqni rivojlantiramiz, nima qilsak Qiziriq rivojlanadi. Qiziriq tashkil bo'lganiga 50 yil bo'ldi mana. 50 yildan oshyapti, lekin Qiziriq uchun odamlar kelyapti, klaster kelyapti, boshqasi kelyapti, foydalanyapti, tashlab ketyapti Qiziriqdan. O'zini foydasini olib. Qiziriq esa qolib ketyapti. Hokim ham kuyib yonyapti. Harakat qilyapti, hozir yangi kelgan hokim ham. Lekin bitta hokim nima qila oladi? Qiziriqliklar birlashadigan payt kelmadimikan? Birimiz arab, birimiz tojik, birimiz rus, birimiz o'zbek deb millat ajratadigan bo'lsak, hamma har tomonga tortadigan bo'lsa, qachon Qiziriqni rivojlantiramiz? Qachon Qiziriq ham top tumanlar qatoriga kiradi? Qachon? Iltimos, ushbu videom topga chiqishi uchun, hammaning e'tiboriga borishi uchun like bosing, kommentariyada izohlaringizni qoldiring. Qiziriqni rivojlantirishimiz uchun nima qilsak bo'ladi? Nima qilsak bo'ladi? Hammaga rahmat e'tibor uchun. Ajratgan 3 daqiqangizga rozi bo'ling. Kommentariyada izoh qoldiring.